Xitoy doiralari nol Covid siyosati doirasida asldilla usti ochiq turmaga aylangan Sharq Turkistonda qattiq qamal tadbirlarini yo'lga qo'ymoqda. Ko'zatchilar navbat Xitoyning nomussizlarcha virusni chet eldan kirganda butun ofatning manbasini chet elga ortishga urinish bilan birga Sharq Turkistondagi lager va turmush sirtida qolgan xalqni osh qo'yib qiynab yuragini ezishni planlaganligini, aslida Xitoyning razil maqsadining Sharq Turkistonning xalqini virus bahonasi bilan texmo qattiq bostirish ekanligini, navbat qattiq qamalning xalqaroda andish paydo qilayotganligini bildirishmoqda. 14 avgust kuni İstanbulda ochilgan birinchi qitimli xalqaro oila tarbiyasi yetakchilari va maslahat berish mutaxassislari uchrashuvida Sharq Turkiston masalasi kun tartibga keltirildi. Yig'inga xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligiga vakolatan Arab Islom dunyosi xalq diplomatiya ishlari mas'uli Muhammad Amin Uyg'ur ishtirok qildi. Yig'inda Xitoyning assimilyatsiya siyosati natijasida Sharq Turkistondagi oila krizisi temasida so'z qilgan Muhammad Amin Uyg'uri navbatdagi Sharq Turkistonning ahvoli, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati, shundaqla Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan xalqning oila mahrumiyatiga tajovuz qilish, atalmish qo'shmoq tuqqan siyosati nomida Sharq Turkiston xalqining oilasiga majburiy kirib, nazorat qilish qatorliq jinoyatlarni tonishtirdi. Amerika parlamenti a'zolarining Tayvanga qilgan ziyoratidan keyin Xitoy Tayvanning siyosiy arboblariga viza cheklamasi va o'xshamagan jazo yurgizdi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy Tayvan bosh ministri Su Tingchang, parlament boshlig'i San Sikun, tashqi ishlar ministri Joseph Wu, hukumatning Amerikadagi vakili Bexim Xiao, kengash a'zolari Qilu Xiang, Sai Chi-chang, Ke Qianming, Qin Jiaohua, Wang Tingyu va faoliyatchi Li Fei qatorliqlarning jazo tizimlikda ekanligi e'lon qilingan. Bu kishilarning Xitoy cho'nqiroqligi, Hong Kong va Auminga kirishi bu rayonlardagi shaxsiy yoki o'rinlar bilan iqtisodiy va shaxsiy aloqa qilishi cheklangan. Nol Covid siyosati bilan qattiq karantin qilish tadbirlari yo'lga qo'yilgan Xitoyda iqtisod va shirkatlar davomli og'ir ziyonga uchirmoqda. Iqtisodshunoslarning ko'rsatishicha, Xitoyning dunyo va texnika markasi Tingshunning kirimi 2-fasllik moliya dokladida rekord xarakterlik tuvallishi mumkin ekan. Refin TV'ning so'ziga qaraganda, shirkatning sap kirimi taxminan 30% tuvallab 23 milliard 800 million yuanga tushdi ekan. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de resmi ziyaretli bo'lib Malaysiya Padişahı Sultan Abdullah Riyatuddin Al Mustafa Billahi Shahni resmi murasim bilan kutib oldi. Erdoğan bilan Malaysiya Padişahı Sultan Abdullah Shahning prezident binosidagi uchrashishi taxminan 2,5 soat davomlashdi. Uchrashishdan keyin sultonga Turkiya davlat ordeni berildi. Moskva rayonida o'tkazilgan armiya nomli 8-navbatlik xalqaro harbiy texnika munbiri doirasida turli kelishimlar imzolandi. Rossiya davlat mudofaa ministrligi bilan Rossiya davlat mudofaa sanoati shirkatlari o'rtasida Sarmat deb ataladigan qit'alararo uchadigan boshqariladigan bombani o'z ichiga olgan har xil qurollarni yetkazish to'g'risida kelishim imzolandi.